Buni singlingiz shunaqa qilib berdimi yo o'zingiz qilib bermoqchi bo'ldingizmi? Bundan boshlab bir vaqt ketadi, o'shani tezroq harakatini qiling. Yon tomonida ham bor buni. Managa kelib tugab qolmaydi, bu boshdan oxirigacha davom etadi mana bu. Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi inspeksiyasi tomonidan Samarqand shahri Oltin asr mahallasida olib borilayotgan bugungi navbatdagi reyd tadbirlarida, monitoring ishlari jarayonlarida Oltin asr mahallasi Bog'dod ko'chasi 14-sonli ko'p kvartirali uy-joyning 33-xonadonida o'zboshimchalik bilan tayanch konstruksiyalar buzib tashlash holatlari aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan mulkdorga tushuntirish ishlari olib borilib, ushbu buzilgan tayanch konstruksiyalarini avvalgi holatiga kuchaytirilgan holatda joyiga qaytarib qo'yish yuzasidan bir oylik muddat bo'yicha majburiy ko'rsatma berildi. Jumladan ushbu holatni amalga oshirgan mulkdor uchun O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy ijro to'g'risidagi kodeksi 109-moddasi 3-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Shu o'rinda ko'p kvartirali uy-joylarda yashayotgan fuqarolarimizdan so'rab qolamizki, ko'p kvartirali uy-joylarning kvartiralarini, xonadonlarni ta'mirlash jarayonlarida tegishli qurilish tashkilotlaridan maslahat olishlarini va tayanch konstruksiyalariga o'zboshimchalik bilan zarar yetkazmasliklarini va ushbu ko'p kvartirali uy-joylarning tutash hududlarida o'zboshimchalik bilan qurilishlar, inshootlar qurish ishlarini olib bormasliklarini so'rab qolamiz.